Azizlarim, barakali pitsa retsepti sizlar uchun. Ishimizni bismillah deb boshlab, qalliqdan issiqroq sutimizga tuz, shakar, o'simlik moyi hamda dro'jja va unimizni solib olib, yumshoqqina qo'lga yopishar-yopishmas xamir qorib olamiz. Xamirlarimiz mana shu holatga kelgach, bunga 1,5 osh qoshiq o'simlik moyini quyib olib, hamma joyiga tekistirib olamiz. So'ng tindirgani issiqroq joyga olib qo'yamiz. Men pitsani yanada mazali qiladigan Parvoz halol go'sht mahsulotlaridan foydalandim. Ana endi oshib chiqqan xamirimizni chiroyli qilib duxovka listimizga mana gruppalarni sepib olib, yupqagina qilib yoyib olamiz. Va videoda ko'rsatilgandek sosiskalarni terib olib, xamirlarni chetini buklab olamiz. So'ng pichoq yordamida kesib olib, chiroyli shakl berib olamiz. Pitsamizning ust qavatiga tomatli sos yoki ketchup surib olamiz. Qolgan mahsulotlarni esa videoda ko'rsatilgandek ustma-ustun terib chiqamiz. Men pomidor, sir va kopchoni kolbasadan foydalandim. Ana endi pitsamizning eng muhim jarayoni. Pizzamizni qizib turgan duxovkamizda 200 gradusda qizartirib pishirib olamiz. Mana haqiqiy jonon pitsa tayyor bo'ldi. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizga saqlanib qilib olib, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Yoqimli ishtaha.